Assalomu alaykum. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, xudo xolasa bilamizki, mana 2026-yilda ekinlarni ekish, qarash ishlari hamma joyda qizg'in pallaga kirgan. Xuddi shu masalada sizga video bilan chiqyapmiz. Ya'ni biz ham o'zimiz uchun, ya'ni sizlarga taklif berishdan oldin, tavsiya berishdan oldin o'zimizda sinab ko'ramiz. Bilasiz, har bitta qilingan ishimizni amaliy natijasi bilan birga o'rtoqlashamiz. Mana bu yer maydoni ga umumiy gektar 10 gektardan oshiqroq yerga 6 xil ekin ekilgan va hozirgi ayni vaqtda ekilayotgan ekinimiz bu nuhot ekin hisoblanadi va nuhotni ko'rib turganimizdek, aynan mana bu ifoda firmasiga tegishli bo'lgan dorilar bilan nuhotni dorilab ekilyapti. Sababi nimada? Sababi aynan mana bu dorilangan nuhot ekinini qadalgandan so'ng bu zang kasalligini oldini olish maqsadida qilinyapti. Ya'ni o'sha namgarchilik yuqori bo'lgan joylarda bilamizki, nuhotda juda ham ko'p uchraydigan kasalliklardan biri bu zang kasalligi hisoblanadi. Bu nuhotni deyarli 80%, 70%ni bekorga uvol qilishga olib kelmasligi uchun albatta quyidagi kabi dorilash ishlarini ekishdan oldin amalga oshirilgan yaxshiroq va tavsiya beriladi. Xudo xolasa ushbu yer maydoni ham yomg'irlatib sug'orish orqali sug'orishga mo'ljallanib ko'rib turganimizdek tepalik joy. Xudo xolasa bizni kuzatib turadigan bo'lsangiz, aynan ushbu ekilgan nuhotimizni keyinchalik hosildorligi qay darajada ketayotganligini birgalikda kuzatib boramiz. Davom eting. Bilasiz, biz siz uchun har doim xizmatdamiz va xizmat qilishdan aslo charchamaymiz. Bizga obuna bo'ling. Obuna bo'lmagan bo'lsangiz, agar dehqonchilikka qiziqadigan do'stingiz bo'lsa, tanishingiz bo'lsa, bemalol ushbu videomizni yuborib qo'yishingizni tavsiya beramiz. Yomg'irlatib sug'orish yoki tomchilatib sug'orish bo'yicha qiziqtiradigan savollar bo'ladigan bo'lsa, mabodo sizda videomiz ostidagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi, yoki siz bizni uzoq manzillarda, ya'ni chet davlatlardan kuzatayotgan bo'lsangiz, albatta Telegram orqali yoki aynan mana shu videomiz ostidagi izohlarda o'z savollaringizni qoldirishingiz mumkin va biz har bitta savolni xudo xolasa javobsiz qoldirmaymiz va har bittasiga alohida javob berib o'tishga harakat qilamiz. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.